ochiq dars platformasi haqida gaplashamiz. Ochiq dars platformasi maktabda dars berayotgan o'qituvchilarga moslangan. Maqsad ularni dars paytida o'zlariga kerakli interaktiv o'yinlar, testlar va darsni qiziqarli qiladigan qiziqarli savol-javoblardan iborat bo'ladi. Demak, saytimizga kirganimizda mana shu holatda mana ochiq dars platformasi tanishishni bosamiz va mana bu yerda 1 yillik obuna va unda nimalar borligi yozilgan. 1 yillik obuna atigi 50 ming so'm, 50 ming so'm to'laysiz va 1 yil o'zingizni faningizdan o'sha kerakli o'yinlarni, interaktiv darslardan foydalanasiz. U yerda tayyor qilib qo'yilgan. Demak, to'liq ma'lumot olish uchun, ya'ni hozir videoni ko'rish uchun mana shu joyni bossak, YouTube'da ko'rasiz. Siz qaysi fanlar borligini bilish uchun bu yerni bosamiz. Darsni sotib olish uchun adminga murojaat qilish uchun bu yerni, Telegram kanalga ulanish uchun esa bu yerni bosamiz va darsdan namunalar ko'rish uchun bu qismni bosamiz. O'zi 5 ta tugmamiz bor ekan. Xo'sh, endi darslar qanaqa? Biz nima uchun olishimiz kerak? Shu haqida gaplashamiz. Masalan, mana bu yerda darsda foydalanishingiz uchun bu yerda darslar mavzular bilan, masalan 6-sinf tarix darsligi bo'lsa, birinchi darsdan boshlab 50 ta dars bo'lsa, 50 ta mavzuda o'yinlar, testlar, umumiy testlar, savollar, shunaqalar bor. Mana zinapoya. Endi dars paytida televizoringiz bo'lsa, ekran yo monitor bo'lsa, foydalanish uchun yaratilgan. Boshlaydi, mana o'quvchi savolni tanlaydi. Eng qadimgi odamlar qaysi qit'ada? Sharqiy Afrika. Mana bir pog'ona ko'tarildi. Ikkinchi jamoaniki. O'rta Osiyoda neolit davri nechinchi mingyilliklarni o'z ichiga oladi? Buni bilmaymiz. Harakatlanmadi. Ikkinchi savol. Eng birinchi xonaklashtirilgan hayvon. Demak, it. O'q-yoy mezolitda. Shu tariqa mana marraga yetguncha savol-javob jamoasi bo'ladi. Yoki keyingi o'yinni ko'ramiz nima ekan. Mana 6-sinf tarix ekan. Mana bu yerda yozgan savolni ko'rish uchun sharlardan foydalaning. Bosasiz. Tarixni o'rganuvchi olimlar kimlar? Shu tariqa mavzudan mana har biridan sharni o'quvchi tanlaydi va savollar chiqib keladi. Mana bu yerda boshqa qilib bor ekan. 9-savol. Odamlar g'or sheriga qarshi nima uchun birgalikda kurashishgan? Xullas shunaqa tarixiy savollar ekan mana. Aylantiramiz. Siz ibtidoiy davrda yashaganingizda ov qilish uchun qanday usulni tanlagan bo'lardingiz? Mana shunaqa savollar. Bu yerda esa mana test. Darsda o'quvchilarga yoki umumiy jamoa qilib eshittirish uchun mana bu yerda 20 ta test va usuli shunaqa har bitta mavzuda mana. Yana boshlaymiz. Mana test. Yana mana bu yerda bir o'yin bor ekan. Olmani tanlaydi. Olmani orqasidan test chiqar ekan. Har bir darsingiz uchun bunaqa interaktiv testlar qo'llaniladi. Mana shu shakldagi darslarni o'zingizni faningizdan, masalan, tarix o'qituvchisi bo'lib turib, atigi 50 ming so'm to'laysiz va 1 yillik obunani qo'lga kiritasiz. Ya'ni ochiq dars platformasida. Endi dasturchilar tomonidan shunday dasturlanganki, faqat sizni Telegram'ingiz orqali kirib, o'sha kanaldan mavzularni ko'rsatib beraman. Mana hozir bizda tarix 6-sinfda hozir ishlayapti yigitlar. 6-sinf tarix, birinchi dars, ikkinchi dars, uchinchi dars bor. Buni mana yuklab ola olmaysiz, kimgadir yubora olmaysiz. Faqat o'zingizning platformangizdan, ya'ni obuna bo'lgan kishi kiradi va mana darsdan foydalanadi mana. Darsingizda kompyuteringizni ekranga ulaysiz, foydalanasiz va chiqib ketasiz. Mana shu shaklda yaratilgan bizni platformamiz.